Alloh bor birodarlar. Alloh yakka zot. Allohning tavhidiga to'g'ri kelmaydi, uzoqqa bormaydi bunaqalar. Biz uchun 50 yil, 100 yil, 1000 yil katta muddatga o'xshayapti. Lekin Alloh uchun bu muddat hech narsa emas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Agar birodar Alloh sen bilan birga bo'lsa, shubha qilma, sen eng kuchli odamsan. Katta bir qudratli boy mamlakatni podshohini tasavvur qiling. O'g'li bor. O'zini yurtida qanday yuradi bu yerga shahzoda? Zavodga boradi, fabrikaga boradi, bozorga boradi, tashkilotga boradi, o'zini azizligini his qiladi. Uni azizligi nimadan quvvat olyapti? Otasidan, podshohdan. O'zini quvvatini, azizligini podshohning azizligi bilan bog'liq ekanligini biladi, shuni his qiladi. Shuning uchun sizni azizligingiz birodar, Alloh bilan birga bo'lganingizda. Siz o'zingizni aziz deb biling, chunki siz aziz bo'lgan, al-Qahhor bo'lgan Allohning bandasisiz. Shuning uchun bizning azizligimiz millatimizni qanaqaligi, qaysi yurtda yashaganligimiz, pulimizni qanchaligi, mingan mashinamiz, ushlagan telefonimiz bilan emas. Bizning azizligimiz Allohning bandasi ekanligimiz bilan. Biz Allohning qulimiz, shu bilan o'zimizni aziz deb bilamiz. Bizni Robbimiz aziz, g'olib bo'lgan, al-Qohir bo'lgan zot. Bizning azizligimiz Robbimiz bilan bo'ladi. Agar Robbimizdan uzoq bo'lsak, xor bo'lishimizda shubha yo'q, birodar. Odam bolasi borki, kimnidir yaxshi ko'radi, kimnidir yomon ko'radi. Nimanidir yaxshi ko'radi, nimanidir yomon ko'radi. Bu insonning tabiatidagi bor narsa. Endi ulug'lik nimada? Oqillik nimada? Ulug'lik kimni yaxshi ko'rishingizda, nimani yaxshi ko'rishingizda. O'lchov tushunchada. Biz Allohni yaxshi ko'ramiz. Biz Allohga intilamiz. Alloh bilan birga bo'lishga harakat qilamiz va mana shu Alloh bilan birga ekanligimizdan o'zimizni aziz deb bilamiz. Pulimizni qanchaligi muhim emas. Payg'ambarimiz aytganlar, mo'min odam o'zini xor qilib qo'ymasligi kerak. Sizni pulingiz yo'qligi uchun puldorlar masxara qilsa indamay turibsizmi? Siz noto'g'ri ish qilyapsiz. Siz piyoda kelsangiz, boshqalar mashinada kelib sizni masxara qilib xor qilyaptimi? Bunga yo'l qo'ymasligingiz kerak.